Anama dedim anacığım. Mani sentrga tashab qo'ying. Adashsiz, men taksist emasman. Necha kibrlanasiz, pulingizni beraman. Haydang ketdi, ishimiz arab. Sen mening tunim, tundagi nurim. Sen mening sirim, eng zaif sirim. Sen mening ruhim, eng yaqin dilim. Sen kabi malak topmadim jonim. Unda ko'zlaridagi nur ilhomlangan oydan. Uni ifori go'yo ozdiradi aqldan. Unga ko'nikib borish bu juda katta zarar. Go'yo benzin kabi yurakni yoqib yuborar. Yulduzlardan qolishmaysan, koinotligin bilmaysan. Men senga necha marta aytganman, bekka kirish mumkin emas. Bu xo'jayinning xonasi. Tozalayman men. Xo'jayin, menga tozala degan. Zubayda, tinchlikmi? Nima baqir chaqir? Iye, yaxshi keldingizmi xo'jayin? Mononingizni ko'rmaysizmi? Xonangizga kirib olibdi. Xonangizga kirish mumkin emasligini aytib turgandim-da. Nima bo'pti kirsa? Buni ham o'ziga yarasha orzu havasi bordir. Ziyoni tegarmidi bizga? Boring bitta choy damlab hammani xonamga chaqiring. Ha bo'ladi. Orzu havas. Hamid aka, yonimga kelingchi. Qani o'tiringchi? Boshliqda joyi. Ha, boshliq men o'tiring, mazgi. Bu xona meni xonam. Bugundan boshlab endi bu xona sizga ham xonangiz. Yarashganini qaranglar. Sher aka, siz ishlaysizmi o'ylayapti? Yuklar yo'lga chiqdimi? Hozir yuklashyapti. 1-2 soatda yo'lga chiqib qolishadi, xudo xolasa. Qanaqa 1-2 soat aka? Siz bilan soat nechaga gaplashgandik? Necha bo'l soatim qani? Ertalab qo'lingizda edi-ku. Ey, sen omading ish qilib? Manmi? Yo'q, men olmayman. Aka, o'ylab gapiryapsizmi? Ahvolini qarang. Bu soatda nima qilardi? Kechdan o'sha soatdan ketdik hamma ishlashiga. O'zi sani boru, qadami yoqmayapti menga. Bitta netonasini sezib qolib, bo'yningni uzib olaman, tushundingmi? Ketdik.